Assalamu alaykum dostlarım. Yani Suriye'deki dostlarım. Suriye'deki şu hediler, sığınlar, balalarım. Bu şu Suriye'deki qeyrindaşlarımga deydiğinim, sizler beshide hayat qalsaq bo'ladi degan tinglar şu Suriye'de. Bombardımanlar bo'lgan chaqda. Anadan keyin osh qoldiq dedinglar. Aş ming mushaqqatda u tashkilot Uyg'urlarning tashkiloti emas. U fondi jamiyat, bu fondi jamiyat xalqaroliq. Türkiye'deki, anandikin yana bir yerlerdeki fondi cemiyetler sizlerge tamaklarını, yeydiğen neslerini yetkizip verdi. Hayat kaldınlar, hayat kalışının aldıda Suriye'de biz hayat kalsak buldu degendiler. Onandikin aş kaldık dedinler. Yemek içmek yetkizip verildi. Koskunlar aş emez. Lekin endi o mergimekninki nimesi bizge anç yakmaydı. Ondan nepizdi, özümüzden nenedek qilin emasdi. Yo'q. Odam minnatdorlikni bilish kerak. Allohga minnatdorligini bildirish kerak, ham rozi bo'lish kerak odam bir odamning qilgan yaxshiligidan. Lekin onasini yegimiz kelmadi, manasini yegimiz kelmadi. Odam jiqaraq yerlarda biz kamp turib baqqan. Men o'zim bir yer siyosiy panohlik tilab kelgan. Lekin bizning tamaklarımız bu yerde bir şey dastlabki mezgildeki tamaklar özümüzün tamaklarına o'xshamaganligi uchun yegimiz kelmaydi. Lekin yeydik qo'saq to'yg'izish uchun. Chunki bular bizga qarz emas. Naq sizga aşağıda sizga yemek içmeklerini yetkizib berayotganlar sizga qarz emas. Shuning uchun siz ashuni rozimanlik bilan, minnatdorlik bilan bolalaringiz yeyish kerak shu tamakni. Meyli o mergibekninki şorpusunu bəsun, meyli nepiznan bəsun, lağmelle vatanda qaldı dep oylan. Sizni hiç kim daqudun baq çelip Suriye'ye yolgu sağalarını izlemeysiz. Lekin sizge tamak yetkizip beriyotganlar, xiracit qo'ldan kirishcha yordam qilayotganlar sizga qarzdor emas. Shuning uchun taptani qilmang, dadingizni aytmang, glas chiqib ekan, glas yemadik, o'rikli yeyapmiz. Tavuz yeyapmiz. Tavuz yemaydiganlarmi jiq? Afrikada ne yerlar var? Siz agarda vatanni ozod qilmay deb vatan tuprog'iga borgan odam emas. Siz boshqa yerda, boshqa bir jangning ichida qatnashgan odamlar. Biz sizga mening qarindishimdi, aldangandi. Bolalar bilan bolalarimga o'xshashku, mening qarindishimga o'xshashku degan shunchalik jiq qarindoshlarimizninki ko'ngil bo'lib qilayotganiga anda bir qo'sqinlar oshqamaydigan yer yetgandiki, rozimanlik bilan yashashinglarni umid qilaman. Hergiz manası bizning ta'mimizga yoqmaydi ekan deb tashlab etib, sestib tashlatib, un bermadi deb, guruchli berdik deb, guruch topganni guruch yeydi. Un tapqan un yeydi. Yeydiğiniz bağısı şunun şükürden. Sizlarni qo'g'dash uchun sizlarni shunchalik kuchayotgan qarindoshlarimiz var. Hergiz Uyg'ur tashkilotlari sizlarga bir nima qilmadi. Nani yordam qilayotganini sizlar obdan bilasizlar. Ash biz bilan bir qavmdagilar yordam qo'lini sundi. Yemek içmeklaringlar yetkizib beryapti. Vatanda namoz yo'q, vatanda ro'za yo'q, ro'za Ramazon yo'q. Sizlar ro'za Ramazon tutyapsizlar, ro'za tutyapsizlar. Undaq qilmanglar. Undaq bo'lmayli. Minnatdorlik bir odamga shukr qilishni bilayli, qarindoshlarim. Tinmay mavos bo'ldi, mani yeb bo'lgandan keyin avos bo'ldi. Yo'q. Ma qazningizga ele Xitoylar deydi, shijivalida, kanjugolida deb bizga u xuylar singib qolganmi nima? Ma qachingiznikini yeb etib, qozondikini mi eslab o'tamayli? Ashuningga erishamagan odamlar va sizlar hayot qoldinglar. Sizlar shunchalik o'sh odamlarning orasida mushunda qilib o'ltirib midravatidi. Sizlar bilan bir millat emas, sizlar bilan bir e'tiqod emas odamlar yordam qilyotidi. Uningga unda qilmanglar. Yeydigan narsani yigidakni yeb, to'yg'izib o'ltirli. Keşke ayadım pul gelsin mi ki miyadım pul versin zakat
dinkini yetkizip bergen bolsanglar deb seliq samanglar. Seliq samanglar undaq. Endi rencimiz biz. Hayat qaldыңlar. Onundan başqalarına yardımda qilishyotidu. Mening qo'limdan kelmaydi, lekin men shu yerlarni izlash, yana bir qarindoshlarimiz yana bir yerlarni izlash orqali bo'lgan faqat bu to'g'riliq zuvan chiqarmayman degandim. Bugun bek tutdi meningki. U yer bu yer orqali ovozlaringlarni menga yetkazmanglar. Numus qilinglar mush gaplarni degicha. Ash mergumakmi odam yeydigan narsa. Biz shunchalik yaxshi ko'ramiz uni. Mergumak sho'rpisini. O nepiz nan yumshaq nan bo'lsa, geldin o'tmay qolgan bo'lsa, boshqa birini qilib yang. Bani yang, shukr qiling, shukr qanot qilmasa, odam Alloh hamma nimani akitadi. Ashadi o'lib ketganlarmi bor-ku, bir bomba bilan yig'ishtirilib ketdi deganlar obdan bilisizlar. Mushuningdan qutulib qolsaqdi. Palonchi pokunchi, men ro'z Ramazon, mayli har qanday vaqtda men bir narsaga sababchi bo'lib qolmay millatimningki yig'irlarni tatib chiqamay deb turib tirishib bo'lmagan yeri kelganda chiqirma. Ishni hal qilishning usuli yangi ishchiditi ba'zan narsalar. Sizlar bakli qistab bir yerlarga akilib, ashlarning oldida bizning yuzimizni qo'ymayapsizlar. Unda qilmanglar. Daginni yeb, shukri bilan yashaylik. Qarindoshlarim, shukr qilaylik. Bunda qilsanglar men ovozinglarni qo'yib o'taman. Men bek rahatsız oldum. Haq aşı başqa millatkilar ivatibdi menga. Men nim deydi deb. Men ayni tarjim qilib bermadim haqqa. Onundikin birisining aksimi ivatibdi. Ranjidim. Unda qilmanglar. Haqning oldida bizlar yuzimizni qo'yinglar. Dori desanglar dori, yemek desanglar yemek. Hech bo'lmaganda endi vatandagi tamoqlar yoki Turkiyadagi tamoqlar, aşı tamoqlar degan bo'lsanglar qilib qolsanglar, mana shu yerda ketibsizlar aşaga. Arabninki derdini Arabliklar tatalaydi. Palani Arabba, palani Arab dövleti var. Nimde qechib boshqa yerga keladi? Yevropada shu Falastindagilarmi Yevropaga keladi? 3 yilda vatandoshlik olalaydi tildan o'ssa. Ashlarning palani Arab davlatlari va Arab tuqqanlari va tunish Arab birlashmalari nimde ashlar yordam qo'lini sunmaydi? Sizlar aşaga bordinglar. Berib aşağıda kömegende körüp ölüp tügeydiganlar tügedi. Vatanimiz yana aşağı depsendiçilikte. Emdi tınmay torda o mezhep, bu mezhep, o bir nime, bu bir nime dep turib sözlevatsizlar. Uygurning ichida e'tiqodi nima bo'lib ketsa, yana Uyg'ur millati deb turib hisoblayman men. Ash kuchayotganlarning ichida ba'zilar bor. Sizlar aqlsizlik qilmanglar. Bizning vatanimiz oyada, bizning depsanda bo'ladi, ummatning bir parchasi oyada depsanda bo'lib, nim bo'lyapti bizning vatan. Mushunda holatda yordam qo'limizni oyaga sunmay, Arab sizlarniki sundimi aşaga Arab hukumatlari bir yerlari bizga sundimi? Chunki Xitoy bilan noiti esil do'stku Arabninkilar. Biz nimishki o'zimizning millatini uyum ko'rganning o'rnida saqlab o'ltiramiz. Jang qilayli, yana birmi qilayli. Amerikadan yordam chiqirganini, Amerikaning biz uchun ovoz chiqarayotganini, Savdo urushi, yana birma deganlarning oldingi shartini Uyg'urlarning masalasi ekanligini, Sharq Turkiston masalasini chiqarib turibsa, quloqni itib jang qilamiz. Bu din to'g'riliq bu Arabning ishlari biz bilan munosabati yo'q. Arabga Arablar yetishidi. Uyg'urga Uyg'ur yetishish kerak. Bizning millatimiz ayat qirilib ketyapti. Qozaq, Qirg'iz, O'zbeklarni ayirib turib, O'rus ayirib turib birlashtirma parchalab tugatdi respublika qilib, parchalaqliq. Shuni birsining ishigini etib olib, shundan bilan yashayotdi. O'zbekning derdi bilan Qozaq bo'lib ketyapti. Palani adi qarindoshlari turmada, jazo lagerda. Qozoqlarning holi bizdan battar bo'lib ketgan holatda yashayapsizmi? Mustaqil davlat va 30 yillik mustaqillik davlati va Qozoqning holi avu. Men ovoz chiqarib qo'yaptim. Sababi nima? Ovoz chiqarib bergan bo'lsangiz deb. O'zbeklarning ichida kirib ketganlar bor. Qirg'izlarning ichida kirib ketganlar bor. Ularni sizlar bir emas, Qirg'iz, Qozoq hammasi bir emas deb o'ltirib, bir emas deb turib 5 qilib qo'ygan. Biznikini yurtvozlik bilan palani qilayotgan. Matoti, yana bir miti, yerlik şi bilan doğraş arqılıq, onu bunu qıp, parçalab, emdi tuprağımız
Nim bo'vatıdı dep sendichilikda Xitoy bizni vayrona qilyapti, assimilyatsiya deb nimalarni qilyapti, cho'shqa go'shi yegizdigan, Xitoyga majburiy to'y qilg'izdigan ashlarning ishi hammasi bor. Biz o'zimizning g'amini qilmay, bu nimanda qilib o'tibdi, mau arab to'g'riliq qilibdi, mau din to'g'riliq, bizning dinimiz nol qilyapti ayada. Ashining g'amini yang, ashining g'amini. Arabning ishini uchun Arab bir taraf bo'ldi. Diniy jihatlik ishlarga siz ko'ngil bo'lmay, ko'ngil bildigan yerlari bor. Saudiyaning bo'lsa, narining bo'lsa, fatvo pichirganlarning ashlarning o'zining yeri bor. Biz uchun fatvo pichmadimi ashlar? Uyg'urmi ummatning birsi, ashlar uchun bir kurash qilayli, demidi-ku. Sizlarni Suriyaga olib tutib, nima qilsapagini bilan. Millatingni so'ysang, razı buluşni, Allah'ım şükür qilishni, yordamni shunchalik jafolar qilgan yordamlarimizni shukri Xudo deb turib, qabul qilishni o'rganinglar. Nomusimni keltirmay, ovozni ivatib qo'yib, "Manim debdi" deb. Boshqa xil deb berdim, sat turdi. Guruch yemaydiq, oni yemaydiq, mani nima yeysansa, o'qiyamdan shu vaqtida. Qahmi sarangma? Hayat qasaq bo'ldi degan tinglarg'u. Osh qolmasaq bo'ldi degan tinglarg'u. Nima gap endi bu? 20 dak ovoz kelibdi. Nima endi bu? Numus qilinglar. Qaysi tashkilot sizlarga yordam qo'lini sundi? Men bu yerga chiqib qoqshashni qat'iy xohlamaydim. Majburladinglar ro'za Ramazonda. Anglaysizlar mush gapimni? Margumaknimi yang? Nefis kokchinonnimi yang? Tapqan chaqda halva yeysiz, ya tapamagan chaqda shuni kokchimi yeysiz bo'laverdi. Vatanda xalta sapagil olmaydi ekan sizga hamda. Qonda degan gap bu, o'rik yeb qoldik bugun, tovuz yegimiz vatdi. Tovuzga kapasa, oni yegimiz, glas yegimiz vatdi. Voy, sizning turmush sharoitingiz bek yuqori yedin ekansiz. Sizni beqib bo'lamig'dak ular. Unchavala qilib ketmayli, biz noyda minnatdorlikni bilmaydigan bir past bir millatga aylanib qolamiz u vaqtida. Hech kim sizga istoshlik qilmaydi. Elim istoshlik qilib shunday qilsa, oshlar orqali nimani ovozinglarni ivatib qo'yibsizlar. Voy nomusum. Turmush buyumlarini apirib berayotgan bo'lgandikan, moyaga kelib qolmagandikan hozir jon. Shunday holat yetib hamda bo'lgansir bo'g'im kelib olib ketmayli. Izzat atayli, shukr qilayli, qanoat qilayli. Ma eng oxirgi gapim, endi gap qilsam, endi butunlay xalqmi sizlardan voz kechib ketadi. Ash yordam qilayotganlar bezib ketadi sizlardan. Bunda qilsanglar. Unchola esil tomoqlarni vatanda bordi. Vatanni olsaq, yana shu esil tomoqlarni yana yeysiz. Ashaga o'zingiz borgan hech kim chillab olmagan uni. Mush sizga yordam qilayotganlar hech kim chillamagan. Yordam qilayotganlardan emas, sizni yo'lga sap qo'yganlardan, ashim ani yegim keldi, mani yegim keldi, deb turib shulardan so'rang. Chunmi, qarindoshlarim? Ballar ishimiz og'irsa, hushimizni topayli sizlarga, sizlardek anda tetiqsizlarga emas, kichik ballarga ishimiz og'irib turib, yordam qilayli deb turib qilgan deganlarni unutib qolmang qarindishim. Bizmi sarang emas, sizmi sarang emas. Miyerimizni bersak, miyerga chiqib o'ltirayli desa bo'lmaydi degan gapni oldin xetimdil deganti. Bek izzat atib ketma, ular Uyg'ur emas bo'lgandikin. Miyani biza qo'yinglar. Miyani biza qo'yinglar. Ishinglar bilan chattig'im yo'q. Ma narsini ballar saqasun degandan bek oshirib ketmayli. Ma Ramazonda yana bir qatim so'zlab qolmay endi. Rahmat.